O'rtoqlar, mana Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida Pangat qishlog'iga keldik. Bu yerda mana bir necha yuz yillik eski masjid bor ekan. Hozir ko'ramiz qanaqa. G'oyib ota jome masjidi. G'oyib ota jome masjidi bor ekan. O'zbekiston musulmonlar idorasi. Bu yerda mana yozuv bor ekan. G'oyib ota jome masjidi 18-asr. 18-asrga qurilgan masjid bor ekan mana. Bu yerda shunaqa holatda bu yerda hozir o'sha eski masjidning yonida yangi masjid ham qurilayotgan ekan. Hozir ko'rsataman, yangi masjidni ham ichini ko'raylik. Qanaqa ekan? Ham eshigi. Mana ichkari mana shunaqa ko'rinishda. Shunaqa ko'rinishda. 3 ta eshigi bor ekan, 4 ta eshigi bor. Mana bu masjidning yonida mana hozir yangi masjid ham qurilayotgan ekan. Eskisining yonida, uni buzmagan holda. Bu yangi masjid. Bu yo'lda ko'rinishi mana bunaqa. Masjiddan ko'rinish. Pangat qishlog'i mana shu. Mana shu hammasi Pangat qishlog'i. Qadimiy qishloq, bu yerda katta soy bo'lgan, bu tomonda mana soydan suv kelardi. Mana shu daraxtlar hammasi shunga qarashli. Mana shu daraxtlar hammasi Pangat qishlog'i hisoblanadi. Mana shu ko'm-ko'kni hammasi Pangat qishlog'i mana. Mana shu yoq. Mana shular hammasi mana Pangat qishlog'i mana. O, naryoqda ko'rinib turgan Oqtov tog' tizmalari tomoni Murotaga ulangan. Murota tog' tizmasiga ulangan mana. Mana biz boya undan oldin bordik. Mana bu qabriston bor, katta qabristonda Domla Kamoliddin Oxun qabrlari joylashgan mana shu. Shuni ustozlarining ham qabri shu yerda mana bu yerda. Mana shu. Ana shu ham yashil bo'lib turgan joyda boyagi Domla Kamoliddin Oxunning qabrlari joylashib bor. Shu mutasavvif olim bo'lgan, tariqatda ustoz bo'lgan. 40 avliyoning boshi qutb bo'lgan degan ma'lumotlar ham bor. Mana shu yerda. Shu yer doim ko'm-ko'k bo'lib turar ekan.
aytishlaricha. Mana bu yerda ham bir qabr bor ekan. Avliyo Huvaydo Bibi ziyoratgohi deb yozib qo'yibdi. Mana shunday. Bu masjidning orqa tomoni. Mana bu yerda ham qabr bor ekan. Shunaqa. Mana eski masjid, yangi masjid, mana bu eski masjid. 8-asrda qilingan ustunlar, mana eski paytda mana shunaqa ustunlar qilishgan.